Navbatdagi savol. 5 yil davomida 4 marotaba homilam rivojlanmay tushib qolaverdi. Alhamdulillah bu gal 5-homilam yaxshi rivojlanib bormoqda. Buni eshitgan turmush o'rtog'im 2 qo'y so'yaman deb qasam ichib nazr qilgan edi. U vaqtlar sharoitimiz yaxshi edi. Qolaversa, bu gal homila yaxshi rivojlanishi uchun doimiy dori-darmon va ukollar sotib olishga to'g'ri kelyapti. Ularga mablag' yetkazish qiyin bo'lyapti. Shuning uchun bola dunyoga kelganida qo'y so'ymasak, bolaga zarari yo'qmi? Erim Allohga qasam ichgandi. Endi buning badali nima bo'ladi? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Avvalambor Alloh taolo o'zi niyatlaringizga yetkazsin. Solih farzandlar bersin, o'zi asrasin. Inshaalloh Alloh taolo o'zi har narsaga qodir zot. Keyin endi Alloh uchun bir qasam ichib va'da qilibdimi, halitdan o'sha buzishga tayyor turmaysizlar endi. Hozir to'g'ri imkoniyati yo'q bo'lsa, endi o'lguncha imkoniyat bo'lmay ketadi deyolmaysiz. Bugun hozir yo'q bo'lsa, ertaga bo'lar. Tug'ilgandan keyin Alloh berib qolar. Tug'ilgandan birdan qo'ydi so'y ertasi kuni demaydi hech kim sizga. Demak, u bo'ynida, eringizni bo'ynida bu narsa qarz bo'lib qoladi. Qachon imkoniyat bo'lsa, o'sha paytda so'yadi bu narsani. Buni hech anisi yo'q uni, inshaalloh. Shoshilayotgan joyi yo'q uni. Bundan qanday qutulaman deb hozir vahimaga tushmaysizlar. Alloh taolo o'zi imkoniyat bergan paytda so'yib qutulasizlar, inshaalloh. Alloh qodir zot. Alloh har narsaga qodir zot. U 2 qo'ydi Alloh taolo 2 emas 2000 ta qilib berishga ham qodir o'zi. Allohu a'lam.